Real Madrid yutkizib qo'ygandan beri yo'qsan, bugun ham yutkizib qo'yib, bugun ham nayran qilsang, oyvonim yopib kelib, novvostoniga baylab qo'yaman Islom. Islom nima bo'lyapti? Javob bergilaring kelmayapti. Aloqaga chiqmayapsan. Men shutga qilyapsan aytishga. Men shutga qilma, oxiri yaxshi bo'lmaydi, bilasan o'zing. Baxroshim aloqaga chiq. Qo'l putingni baylab qo'yaman. Va'daga vafo zaslotchit qilib yurgin постоянно. Real Madrid yutkizib qo'ygandan beri yo'qsan, daragingni ko'rsatmaysan, bir aloqaga chiqmaysan. 21-yanvar bugun Slavia Praga bilan o'ynaydi Barselona. Bugun Barselona kamida 3 ta yo 4 ta gol uradi uka. Va'daga vafo, sport ketdi uka. Bugun ham yutkizib qo'ysang, men seni oqtarmayman. O'tganda yutkizib qo'yib bir bolalarga oshom qilib bermabsan, va'dangga javob ham bermabsan. Bir aytishga, men nervimga tegma, achchig'imni chiqarma. Agar bugun ham yutkizib qo'yib, bugun ham nayran qilsang, oyvonim yopib kelib, novvostoniga baylab qo'yaman Islom. Yo'qolib bo'lma. Davay. Barsachilar. Период.